Men yoshligimdan o'zimni foydam uchun yomon hitri bola bo'lgan ekanman deb o'ylayman. Mendagi hitrilar bo'lgandir-u, qadam bilib oldingizlar, kichkinaligimizda to'yda osh solib beradi-yu bilsanglar. Ovqat soldirib yeydi kichkina bolalar. Hali power o'zizgaligini bilib olsa, bu mayda mikka bo'laveradi deb turib 1,5 qoshiqmikin osh solib beradi-da, to'g'risi. Hali go'shi ham bo'lmaydi haligini. G'ash kelib qolsa, mastavani yurishini o'ynatib yuborami, to'g'ri, asini o'zini berib olaman. Ukamon kashanib turdi. Men o'ta hitriman-u, kichkina bo'lsam ham hitriman. Power tog'ani korrupsionerligini bilaman-u. Sirasi bitta tovoqda olib borardim. Power tog'a Hoji dadaga osh solib berasiz ekan, olib chiqib beraman ekan derdim. Hoji dadalar o'zinglar bir yer yuzida hamma joyda 3 tadan Hoji dada bor. Hoji dada o Abdulla Qodiriy deyish gunoh bo'lgan paytlari ham yashagan ular. Buni buyog'iga ham dalcha yashaydi. Yomon solib beradi hali osh, hali Xudo taraf kelibdi deb keladigan opaga ham unaqa osh solib bermaydi, ishonasizlarmi? Hali oshdan yurishini istaysizlar, yurishini. Hoji dada yeganmi deb turib sira sho'rvani go'shini ham bosib yuborami, tavba qildim. Yomon maza qilib yeganman osh. Shu uylantiramiz desanglar ham uylantira olmayotgan tanishinglar bor. Bizda ham borda bitta xuddi shunaqasi. O'zinikiga eng yaxshi amali shu tug'ilganida. Har safar siz qanaqadir bahanada o'qigan ekan ishlayman deyapti deydi. Sen ishlamaganingdan keyin ishlaydi, siz g'ururga to'g'ri kelmaydi deydi. 22 yoshgacha uyiga 4 tani olib kirmagan bola g'urur degan so'z bilan bitta gapda yonma-yon kelishi ham qoidaga zidda o'zi. Bitta joyda ko'rib qolsa ham o'qimay o'tib ketish kerak. Chet el o'qigan bo'lsa ham mayli ekan deb qo'yapti. Senga chet el deyishni kim o'rgatib qo'ydi? Abort qurboni, sen o'zi umringda bir marta Qirg'izga chiqib kelgansan do'stlikdan. Tilizra olib o'tgani unda ham. Ya chet el deb qo'yadi. Meni borligimcha qabul qilish kerak yo'lama. Seni borligincha turma qabul qiladi, xolos. Bittasini huniyroq ekanda deydi. Sen haligi shipaga toshib turgan it siymosi deb qo'ysa bo'laradi, o'zi seni yana huniyroq qiladi. Senga huniyroq deyishga haqqing yo'q haligi. O'zi ochiladigan eshiklar ham seni odam o'rnida yurib ochilmay qoladi. Men omad so'ziga sinonim sifatida tarixga kirsam kerak deb o'ylayman-da. Omad qushlari mana shu parkovga qo'yganda, omad meni tepalab olgan, bir emas omad urib ketgan. Qay darajada odam omadli bo'lish kerak? Kursga ham ta'sir o'tkazish uchun-da. Men Rossiyada yurgan paytim pul jo'natsam O'zbekistonga, yedida 5000 rubl jo'natsam 3 tamikin somsa berardi. Hozir men ketdim, sirazi kursam yaxshi tarafga o'ynashni boshlagan. Rosa pul jo'natadigan bo'lib davom etyapti-da ketishda. Men siqilaman-da shuni ko'rib turib. Eng qizig'i biz pul jo'natadigan privilegiyalar ham holagancha cho'tar olib qo'yaradi. Pul qachon boradi, aytish yo'q, uka, borganda bilasan deb turaveradi. Hozir mana privilegiyalar ham chiqdi. Anzirpay degan privilegiya chiqdi. Hamma sertifikatlari bor ekan. O'zbekistondagi Humo, Uzcard, Visa kartalariga pul tashlasangiz bo'lar ekan Rossiyadan. Xohlasangiz naqd pul holatda tashlaysiz ekan. Eng qizig'i shuni privilegiyadan ustanib ketsangiz 400 rubl sizga bonus berar ekan. 400 rubl prosta berar ekan. Biz pul tashlash uchun 400 rubl berardi, ya'ni pul tashlab beradigan odam. Ishonasizlarmi? Men omadliman-da. Bir ham yaxshi odamman. Bugungi kundan boshlab 30 kun mobaynida men ko'chada luboy ko'rgan odamga siz ham roza tutdingizmi yo tutmadingizmi deb hijolat qilish bilan shug'ullanaman. Meni tanigan hamma meni har xil yomon joylarga chaqirishni to'xtatinglar, bo'ldi. Men sizlar safiylardan emasman. Men dekret otpuskaga chiqdim. Meni bemalol chaqirishinglar mumkin bo'lgan yagona joy bu iftor. Bugundan boshlab men iftor etyapman. Faqat go'sht bo'lsa boraman, bo'lmasa bezovta qilmanglar. Xo'p, men bugungi kundan boshlab aytganimda yaxshi ishlar namoyandasi, yomon va harom ishlarga qarshi kurash markazi rahnamo sifatida o'zimni tanishtiryapman sizlarga. Kim 30 kun mobaynida menga Instagramdan har xil ovqatli videolarini, ovqatli rasmlarini tashlaydigan bo'lsa, aytib qo'ya oldindan sirazi bloklayman, ogohlantirib qo'yapman. Sirazi blok umuman umrbodga ochilmaydi. Qizlar, sizlar ham menga yozishni to'xtatinglar 30 kun. Mayli, mayli 30. Xullas, Ramazon muborak. Hamma ayollarni bitta laylak tashab ketadi desam ishonasizlarmi? Ular hammasi bir xil. Men mabodo telefonda video yozibda gaplashib o'tirgan xonaga adashib kirib qolsangiz o'ldiman. Xolasi mana Feruzbek gapi bor ekan. Men gaplashib turib, men xamirimni qilib olay. Gapim yo'q, men nima deyim? Uluka Moria dub zeleniy deyman. Nima deyman men? Tabriklab qo'y, tabriklab. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymansan. Voy, tug'ilgan kun emas, nevarali bo'ldi. Men qachondan tug'ilgan kun bilan tabriklaydigan yoshdan nevarali bo'lgan odam tabriklaydigan yoshga o'tib qoldim. Men hali u darajada emasman, men pastdaman hali beri. Mana shunaqada e'tibor ham berishmay, g'o'dayib o'sib qolishgan. Voy, Real Madridda o'ynama hali nevarali bo'lish e'tibor qaratib turaman. Men Raddomda ishlayman. Qo'shnimizning qizi borligini qo'shnimizning qizi erga tekkanda bildim. U to'y bo'lganda, kandan cho'ganda. U yoqda ham kimdir ayas, u tarafda ham. Hozir men xonaga chiqib oladi deb turishni bitta xonaga chiqadi. 4 yoshli uxlab yotgan bolamni deb o'rnidan turgizdi. Tur bolamman, akangga hali yodlagan she'ringni aytib qo'y. Umuman ikkita suhbatga aloqasi yo'q mushuk gaplashib o'tiribmiz. Bittasi 4 yosh, bittasi 20 yosh. Keyin eng qiziga aytib bergan ekan, bo'ldi, uxlaver bolam. Mana shunaqada kechqurun uxlashmaydi, to'palan qiladi bular. Hop, uxlayatdi. Qarochi, hozirlarga bitta narsa ko'rsataman. Mo telefonni qaranglar turishini. Mashinani tomida turibdi.
Короче, moykadan chiqqanmiz. Moyka qilgan bratniki, o'sha mo'shi brat telefoni mashinaga qo'yib qo'ygan, qolib ketgan. Biz где-то bir 15 kilometr yurganmiz. Uning ichida shashka-pashka bir narsalar, Shumaherdan chamindayroq yurganmiz. Короче, aslida ham telefon turibdi, umuman mana. O'zinglar ko'ring, moyka izlari ham turibdi. Sal-pal farmar bir narsa qo'ying. Aslida turibdi. Yana bir marta amin bo'ldim, halol peshona teri bilan topilgan narsa baribir ketmaydi hech qayerga, o'ziga qaytib keladi, halolligi uchun. Shuning uchun endi bu telefon sotiladi. Har kim sevgilisi bo'lishga haqli, ammo oshnam ikkovimiz qo'shimcha ikkita yaxta, ikkita Ferrari, ikkita villa, xullas millioner bo'lishga ham haqli ekanmiz. Bunday o'tirib ikkovimiz hisob-kitob qilishga to'g'ri kelyapti. Chunki biz o'chirib kelib qoldi-da, o'shali ajdodlarimizda ham Ferrarisi bor yo'q ekan, bir millioneri yo'q ekan. Shungaligi millioner bo'lmaslik, gendanmasligini isbotlashimiz kerak edi. Uje srazi millioner bo'lib ketmasak, uje ma ugri ham o'sal topyapti, ko'rib, 1 so'm arenda to'lamayapti, soliq to'lamayapti bu yerda turganiga. Xullas, ashunga o'zingizlar ham vijdonan aytinglar, shu hayotga kelib achinmaysizlarmi, yashagan umringlarga oshnam ikkovimiz millioner holatda ko'rmasin. Sizlarni o'ylayapsiz, o'lib ketgandan keyin shu ikkita bolani millioner holatda ko'rish nasib qilmadi deyishmasin deb. Shunga endi bir haligi bir yordam ko'rasizlar, to'g'ri motivatsiya kerak emas. 16 xilda motivatsiya eshitdik, bizga motivatsiya aytgan odamlar ham bankrot ham bo'lib ketdi. Bir pul to'plab, bir surpriz qilsanglar ham rosa maqsadga muvofiq bo'lardi, bo'lmasa to'g'ri rosa qiylanib ketdik. Srazi bu. O'ylashim bo'yicha eng yaqin do'stga qarz berishni qonunan taqiqlab qo'yish kerak edi. Bu bola mendan olgan pulini seriozli qabul qilmayapti. Hali pulni berasan desam, nimaga ishlatasan deyapti. Men o'zim bergan pulimni qaytarib olish uchun bankdan kredit olganda sabab bilan borishim kerakmi seni oldinga bu? Meni mirovazrinimga ta'sir ko'rsatyapti. Kredit olmagan bank qolmadi, ishonasizlar. Banklar ham bilmayman haligi. Kredit olishdan maqsadingiz desa, qulpini yemaganim yancha bo'ldi desa ham berib yuboryaptimi, hayronman to'g'risi. O'zi shu 2005 tepasidagi bolalar ancha-muncha gap so'ziga ishon bo'lmaydi. Chunki bular maktabda hech qanaqa ChatGPT, hech qanaqa Google siz maktabdagi hayotimda 3 varaqli insho yozgan bolalarda bular to'qish kerak bo'lsa nimadir? Dostoyevskiydan necha mundayroqda to'qiydi. Yana istoriyasiga haligi Allohdan jon qarzimiz bor, bandasiga bosh egmaymiz deb bosh egmagan bandamiz qolmadi degan, non ursin deb Novvoydan qarz olib ketibsan-u. O'zi shu maktabda haligi bufetdan qarz olib ketib, ustoz kelib, "Dadang nomerini ber, telefon qilaman" desa, "Dadamning xotini bor" degan payting tushunishim kerak edi. O'zi sen nimadir nito bo'lishini seni hayotingda. Labingda boling asalday, tilingda so'zing g'azalday. Qanday qilib bitta trend odamga двойной нагрузка berish mumkin? Ikki taraflama. Bitta trend o'zida 2 marta siqilishi mumkin odam. Birinchidan, labingda boring asalday deyish uchun prava yo'q. Ikkinchidan, tilingda so'zing g'azalday deyish uchun ma'da nemne qiladigan yo'q. Bu qanaqasiga bu trend? Haligi vысший kategoriyadagi baxtli insonlar uchun chiqarilgan trend bu. Biz nima? Biz chiqaramiz, biz yerdan chiqqan qo'zg'orinmizmi yo biz qaysidir emlatgani vaqtida olmaganmizmi? Biz nima qildik biz? Qayerda xato qilyapmiz biz? Yo, men hamma odam baxtli bo'lishiga qarshi emasman. Hamma baxtli bo'l, lekin men ham qolib ketmay. Men ham qolib ketmasligim kerak edi. Men ham billa ketishim kerak edi hamma bilan. Bu yemagan trend mana shu, yemagan trend. Bu gunoh, bu maqtanish, ashnaqa qilib. Bu ashnaqa. Oylik tugadi-yu, shu oy tugamayapti-da, onasini hamsin. Bilmaysizlarmi? Fevralda kunlar 64 soatli emasmi? 24 soat oldin bir pasda o'tib ketardi. Hozir soat kimdir baylab qo'yganmi bilmayman. 3 kun oldin qarasam ham 11-fevral edi. Hozir ham 11-fevral. O'zi oylardachi shu 15 kunlik qilib qo'ysangiz zo'r bo'lar. Har 15 kunda bir oylik olamiz deyman-da. O'zi har yili shu yilni boshidagi 12 oy rosa qiyin o'tadi-da, qandaydir bu. Bu yil ham shu haligi Mark Zuckerberg, Elon Musk'larda ham shunaqa hayol bo'larmikin, shu oyda eplab tugatib olsam, pulni yetkazib olsam, kreditlar ham turib, xalta urib qo'yganda zo'r bo'lardi, tamom deb sezon-pezonni kutarmikin. Bular ham uni ustiga zerikib Instagramga kirsang, hamma Einsteinni, yomonlar Einstein, Miyagi bilan zo'r qo'shiqlar aytgan, duet. Einstein haligi Newton bilan duet holatda dunyoda hamma ucha oladigan fizika faniga katta hissasini qo'shgan odam nima hamma yomonlayapti? Bolalar, oldindan ogohlantirib qo'yapman. Roza kelyapti, iftor qilamiz, pul to'plab turish, pul bo'lmay qoldi deyishmasin deb oldindan ogohlantiryapman. Shu iftor bahana to'planaylik, bo'lmasa oxirgi marta to'plangan paytimiz biz Zaporoj zaksi mashina edi, shundan keyin to'planmadik. Har xil bahonalar o'tmaydi, ishonamdan ulashmadi deyishmagan. Lyuboy nachalik 30 kun ichida bir marta ruxsat beradi. Bu uka borib kela iftorga bo'lsa deydi. Xristian mastur har holda.
O'zbekchani tushunmaganga o'g'ri so'zsa ham nachalniga post berishadi desang chiqaraveradi. U soat nechidaligini bilmay qoladi degan bahana ham o'tmaydi. Bu iftor bu. Peshindan chiqishga bo'lmaydi. Kech payti bo'ladi. Har safargida qanaqa ovqat yeyishni kelisha olmasdan Telegram gruppadan nari tarqab ketishimga yo'q. Ro'za tutib kelsa, lubo ovqat shirin bo'ladi. Hammani tutib kelgan, haligi og'iz ocharga 3 minut qo'yganda hamma low hop o'tirganda bir kishi chekadek yer yang'adib maydalab o'tirganda hech kimga yoqmaydi. Hammani tutib, bog'lar tutishgan, to'g'risi. So'kinishmaysan, ichishmaysan, chekishmaysan, chiroyli yurishasan, ha? O'zi yilda qolgan 12 oyda odam o'ldirib qo'yishmayapsan, xolos, to'g'risi. Shu ro'za ichib. Hali kunuzda yangilikni ko'rdinglarmi? Nechtadir odam dokument tarqab ketdi degan. Hali beri tasdiqlanmagan bo'lsa ham men baribir sizlarni ogohlantirib emas, sizlarga yaxshilik qilishda davom etaman, yaxshi odamman bilasizlar. Bitta telefon qilib, "Uka, sizni dadangiz taniyman, palonchi, pistonchi, ukangiz ham palonchi, pistonchi ekan, karta tashlang, pul yutib oldingiz" desa, hech qayerda qatnashmagan bo'lsalar ham, "Bo'pti" deb kartani tashlab berib, "Akalar, yana bahorga chiqib, ha" desa, "Bir Rossiya borib kelaylik" deb turmaylar. Undan ko'ra tinchgina, "Kim u aka, tanimayman, hech ham bunaqa odam yo'q. Men mishigim bilan bitta o'zimiz yashaymiz ekanmizlar" deb beringlar. Parol sap, qanaqa parol esda yo'q. Joni kecha nima ovqat yeganimiz esimizda. Biz mana shunaqa uyimiz bilan, oilaviy, mahallamiz bilan tin-ton kirishamiz, ketib qolgan jindaymo. Hali tuzimiz kamroq deyaverasizlar. Hech kimga hech narsa aytmasa, bo'lmasa, nima edi ekan deb turaverish kerak. Men har ehtimolga qarshi ukamni ham bloklab qo'ydim. Sizlar ham mana shunaqa qilinglar. Kecha video chiqmadi deb ko'pchilik so'ragan ekan. Kecha qalay bo'ldi? Kecha zo'r bo'ldi, chunki men kutgan jang Doston Bozorov jang edi. Doston Bozorov yutdi, tabriklayman Abdushi. Kim kecha stavkalarda pul yutkizgan bo'lsa, sizlarga ikkita yaxshilik qilaman. Birinchisi Telegram kanalimda unutma qolsam, sizlarni qo'shig'ini tashlab qo'yaman. Haligi qalbinglarni tub-tubida mungli ovozda yig'lab bolishga o'zinglar dimlab ko'zinglarda nimta yosh bilan yig'lab yotgandan foyda yo'q. Ash qo'shuvdi 300 marta eshitsanglar, har holda sachinglarga yog' tushib ketmaydi. Ikkinchi qiladigan yaxshiligim, bitta narsa tushuntiraman. Svejikalarga qaranglar. Maytda ikkita odam o'yin o'ynab o'tirsa, bitta men ko'rsam, bitta men pul tikishim mumkin. Qancha ko'p odamni chaqirsam, shuncha ko'p odam pul tikadi. Bu degani tushunishinglar kerak bo'lgan narsa. Nerealniy hype, katta prosmotrlar, nerealniy pullarni stavkaga kirishi degani. Tim bo'li bo'ydan oldin haligi propaganda, senga uy beraman, senga mashina beraman degan propaganda ochiqchasiga stavkaga bo'lgandan keyin tushunish kerak edi. Ras tushunmagan bo'lsanglar, endi buni bu yog'iga alifbeyni boshdan o'qiysizlarmi yo karra jadvalini bir qaytarib berasizlarmi bilmayman. Shu kech kirganda bitta xumori tutadigan narsa bor. Hozir bitta oshnam bilan ikkinchi oshnam oldiga hech narsa qilmagani ketyapti. Hech narsa qilmaymiz borib olib. Maqsad u tug'ilgandan beri bo'lmaydi. Maqsad hali Jeff Bezos, Elon Musk, shunaqa ismli odamlar bor. Bular ism familiyasini eshitsanglar, hali o'zining shaxsiy hayoti borligi o'zi bitta kulgulikda. Hozir boramiz. Bittasi o'zini haligi eng zo'r paytida hamma banklar unga kredit bergani haqida eslab siqiladi. Yana bittasini qizi tashab ketgan. O'tirib olib 3 kishi uni tashab ketgan qizini sog'inamiz hozir. Sizlarda ham bormi shunaqa hech narsa qilmasdan yuradigan oshnanglar? Ammo borligi ham yaxshi shularda. Har xil haligi boyliklardan, haligi o'zidan o'zi kelib qoladigan boyliklardan saqlab qoladi-da bular. Muvaffaqiyatdan saqlab qoladi. O'rniga problema bilan ta'minlab turadi. Bir 3 kun cho'p oldi, hech qanaqa problema bo'lmayapti. Har doim to'lqindan oldin tinchlik bo'ladi deydi, bir narmandiy problema kutyapti shekilli bir 3 kundan keyin shu kelayotgan hafta. Bittasi qamalga ketmasanglar deyapman. Real noreal komanda deb bekarga aytmayman-da. Uddalab bo'lmas topshiriqlar doim real qilib kelganmiz. Har safar mana validor ichib olib ko'radigan o'yin qilib berishadi. Ko'z tegmasin. 8 talikdan pastga tushib ketishimiz imkoniyati yo'q, pashti yo'q joyda. Epiladikmi? Epiladik. Ancha-munchasiga emas. Oxirgi marta qaysi komanda varitardan yo'q. Epiladikmi? Epiladik. Ancha-munchasiga emas u ham akalar. Haligi Shortandi 7-komandasida oyiga 1 million 200 ming so'mga o'ynash kerak bo'lgan Mastantuono degan o'yinchini ham olib kelib palon millionga o'ynatyapmizmi? Bu ham faqat bizning qo'limizdan keladi. Bitta o'yinda ikkita qizil kartochka olish bu mavsumda o'zida birinchisi emas o'zi. Sudiyani so'kib olishda bizga yetadigani yo'q. Liboy sudiyani so'kamiz. Tushunasizmi? Bu nerealniyda bizga mana nerealniy. Tushunasizmi? Zo'r ketayotgan trenerni shunday olib turib, o'rniga Bellingimni o'yini chiqmayotganda duxu yetmaganidan Arda Gülerga duxu yetib, Arda Gülerni olib sekin Brayam Diaz tushirib qo'yadigan trenerni olib kelib o'tkazib qo'yamiz, zo'r trenerni o'rniga. Bu ham faqat biz nerealniymizda biz shunaqa. Nima bo'ldi? Artar gol urib qo'ydimi orada bizga? Nima hali Mbappening golini hisoblamadi? Neymar, Ronaldinho, Ronaldo, Messi lar shunaqa qilib urgan. Nimaga hisoblamadi golni? Asensio nimaga o'zini Ramosman deb o'ylardi? Nimaga bu bola o'zini Ramosman deb o'ylab har safar Tushunyapsizlar? Biz 3-o'rindan 9-o'ringa tushib ketdik. 3-o'rindan 9-o'ringa.
Yana mana shu dodirlar bilan o'ynaymiz. Eng qizig'i Rodrigo bilan ona Asensio o'ynamaganiga shunaqa xursandman. Benfica bilan o'ynaymiz yana. Yana mana shular bilan o'ynaymiz. Yana ikkita o'ynaymiz mana shular bilan. Mana ana Lolo Otamendi bilan o'ynaymiz yana. Tushunyapsizmi? Lolo Otamendi bor, shu bilan yana o'ynaymiz biz. Nima bo'ldi? Nimaga shu o'yinda bermadi zo'r TV? Men shuni tushunmayapman. Men ona prilojeniyasini yarim soatda ochdim. Yarim soat o'yinni ko'raman. Shu o'yinda berish kerak edi.